Assalomu alaykum hammaga. Cherry 7 Pro mashinamiz mana bugun nakonechniklarni alishtiramiz. 72 ming yurib mashinamiz mana endi nakonechniklar to'qillab qolibdi. Tak, nakonechnik qo'yganda обязательно farqi yo'q. JM u, Cherry mu hammasini yechib, smaska qilib keyin qo'yinglar. O'zida zavodskiy smaskasi bo'lmaydi. Agar buni shunday qo'ysangiz, bir hafta 10 kun, 1 oy, 2 oy yurar, yana taqilab qoladi. Shuning uchun обязательно ichini ochib, smaska qilib keyin qo'yinglar. Tak, nakonechniklar qo'ydik. Tak, mana ikkita nakonechnik yangisini qo'ydik. Tamam. Nasib bo'lsa xudo xolasa o'qib mashina 72 ming yurgan, hamma joy ideal turibdi. Sharavoy, stabilizator hammasi chotki. Negativchilarga yuborib qo'yinglar.